To'g'rimi, oyi? Ha, albatta. Endi oldingda bo'lgani yaxshi-da. Ha, to'g'ri aytasiz. Qizim, kodini bilasan? Ha, Ochib berchi. mana. Hozir sizlar o'tirib turinglar. Adang kelib xursand bo'ldingmi? Ha. Qaynigam qachon qaytar ekan chet eldan? Bilmadim, mabodo ko'zingiz uchayotgan bo'lsa, kelib qoladilar. Ay yo'q, ko'zim uchayotgani yo'q. Qancha ko'p qolsa shuncha yaxshi bizga. Sizga men emas, pul kerak-ku. Sizga puldan boshqa narsa kerak emas-ku? Unaqa dema jonim. Pul bilan birga sen ham keraksan. Sen bo'lsang pul bo'lmasa, pul bo'lsang sen bo'lmasang bo'lmaydi. Ikkalang ham birdaniga keraksan. Rostdanmi? Hada jonim, aytgancha, menga qachon pul berasan? Botir aka, menda pul yo'q deyapman. Sabr qilib turing. Erim oldin pul jo'natsin, undan keyin bir gap bo'lar. Dadasi? Nima qilib turibsiz? Ovqat pishdi, siz o'raymi? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Bilmayman, agar hozir pul topib kelmasang, eringga qo'ng'iroq qilib, xotining menga osilib yuribdi deb aytaman. Tezlash. Haligi Iflos. Suyuq oyoq. Nima? Hali meni ko'zim shamg'alat qilib. dadasi haligi Kelib Nafisani eri bilan don olishib yuribsanmi?